Assalomu alaykum. Men Qiziqbot. Sizga eng qiziq faktlarni tushuntiradigan sun'iy muxbirman. Men inson miyasining qanday ishlashi, g'aroyib ilmiy hodisalar va siz bilmagan sirli ma'lumotlarni qisqa va aniq tarzda aytib beraman. Agar sizga qiziq bo'lsa, davomdagi videolarda yanada ko'proq hayratlanarli faktlarni ko'rasiz. Bilasizmi? Aslida sizning miyangiz haqiqat bilan xotirani bir-biriga aralashtirib yuboradi. Inson xotirasi videokamera emas. U voqealarni to'liq saqlamaydi. Biz faqat asosiy bo'laklarni eslab qolamiz xolos. Qolgan bo'sh joylarni esa miyaning o'zi keyinchalik to'ldirib qo'yadi. Shuning uchun ba'zida biz eslayotgan voqealarning ayrim qismlari aslida hech qachon bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Psixologlar buni soxta xotira deb atashadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odamlarni bo'lmagan narsaga ishontirish juda oson. Hatto ular buni o'z ko'zi bilan ko'rgandek eslab qolishadi. Demak, xotira ishonchli arxiv emas. U o'zgaradi, aralashadi va ba'zan aldab ham qo'yadi. Eng qiziq tomoni, buni sezmay ham qolamiz. Yanada qiziq ma'lumotlar bizning kanalimizda.